Agar siz yangi bino qurgan bo'lsangiz, gazga ruxsat ola olmayotgan bo'lsangiz, isitish va sovutish sistemasini bittada, ya'ni bir moslama bilan hal qiladigan variantini tashkillashtirib beramiz. Buni nomi teplovoy nasos. Yozda sovutishga chiller vazifasini bajarib beradi, qishda kotel vazifasini bajarib isitishga ishlab beradi. Holen poldan, devordan, patologdan isitish, sovutish sistemalari bilan tashkillashtirib beramiz. Profilda videolari bor. O'tib bitta ko'rib chiqsanglar, ma'lumotga ega bo'lasizlar. Glavniysi quyosh panellarini ham qo'ygan holatda tejamkor, samarador qilib ishlatsanglar bo'ladi. O'zini tok rasxoti ham unaqacha katta emas. Gaz rasxotilarga yoki bo'lmasam elektr rasxoti, ko'mir degan narsalarni rasxotiga nisbatan ancha ekonomichniy. Bemalol joylarni ham qizdirishga, ham sovutishga ishlataverasizlar. Bizga obuna bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Isitishga, sovutishga sistemalarni, eng ilg'or texnologiyalarni bizda birinchilardan xabardor bo'lasizlar.